Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Baraka savdoni ashaddiy muxlislari va bizni tasodifiy ko'rib turgan aka-ukalar, hoji buvalar, hoji otalar, xudo xolasa bugungi birinchi partiyamizga xudo xolasa toza zotli arashan qo'chqorimiz bor ekan, bir dona shuni videoga olib, xudo xolasa keyingi partiyalarimiz ham chiqadi, xudo xolasa yana bir dona qo'chqor, keyin urg'ochlari ham bor, Qirg'iziston sovg'alari, bo'g'oz sovg'alardan ham kelgan. Videoni oxirigacha ko'rib, like, kommentariyani bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolasa biz bir voshdan video syomka qilib sizlarga xudo xolasa yetkazib beramiz. Bularning yosh oyligi, bo'y basti, qanaqa zot, qayerdan kelgan, qanaqa qo'chqorni bolasi, hammasini birma-bir sizlarga yetkazib beramiz. Akalar, sizlardan bittadan qo'llab, bittadan like bosib, chiroyli qilib, mana shu o'ng tomon, chap tomoningiz bitta like tugmasini bosib, kommentariyga chiroyli qilib izohlarni yozib tursalaring. Xudo xolasa biz qo'chqorlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Husanboy, xormang, charchamayapsizmi? Alaykum assalom aka. Va alaykum assalom. Alaykum obudachilar. Dolas asrar aka liniyalik tozasida olib keldi. Xudo xolasa tozasidan. Voy jonivor. Qo'chqorda lekin akalar o'zim ham havas qildim. Rosa boqadigan narsa ekan. Toza oq yuz. O bo'ynida tumorlari ham bor ekan. Quloqlari ham zo'r. Quloq joylashlari ham yaxshi. Arqa razrezlari ham cho'tki, oyoq kenglilari ham zo'r qo'chqorimizni. Husanboy, bu hali qo'zimi nima? Qanaqa? 6 oylik qo'zi. 6 oylik qo'zi, ha, Husanboy. 6 oylik qo'zi ekan akalar. Xudo xolasa qo'yimiz chorslik qilyapti, qo'yib yuborsak qochib ketib qolyapti. Bizga sherik yo'q edi. Xudo xolasa mana ushlab chiroyli qilib video syomka qilib beramiz. Xo'p, akalar, mana dumba razrezlari ham cho'tki, hech qanaqa dumpa aralashmagan mana akalar. Toza dumba razrez punni. Xudo xolasa zotga tavsiya qilaman, olib tashab, xudo xolasa buyurlaring, o'zim tarbiya qilaman degan akalarimizga tavsiya qilaman. Akalar, lekin mana hozir qo'ziligida ham mana tushlari ham zo'r chiqqan. Bu jumpun emas, bir qarib jun ichida emas ekan. Toza simjun qo'chqorimiz. Oyoq kassalari ham zo'r, mana. Iliklari ham baquvvat degan qo'chqorimizda. Toza oq yuz. Quloqlari 21 asrar aka. Quloqlari 21. Hop, qayerda yetib keldi Husanboy bu? Qirg'izistondagi asrar aka. Qirg'iziston. Qayerdan? Bishkek. Beshkek. Buni liniyasi ham bor, ha? Liniyasi ham bor asrar aka. Liniyasi ham bor ekan akalar. Xudo xolasa akalar, telefon qilsalaring, liniyasini, hamma yo'g'ini o'zlari chiroyli qilib ma'lumotlarni beradilar, Husanboy ukamiz. Lekin qo'chqorga o'zimni ham havasim keldi. Hammamiz xonadonimizda shunaqalardan bir 100 talab boqish nasib qilsin akalar. Nasib qilsin deganlar bittadan like bosib, kommentariyaga chiroyli izohlar yozib tursalaring. Husanboy, buni endi hop hamma ma'lumotini berdik deb o'ylayman. Yeb ishlari qanaqa? Ishlariga garantiya. Yeb ishlariga garantiyasi bor. Xo'p, qancha garantiya berasiz? 15 kunga. 15 kunga garantiyasini berasiz. 6 oylik qo'zi dedingiz, xudo xolasa, ha. Bir bo'ybastlarni ham o'lchab beramiz, akalar. Mana yerdan metrimiz, yerdan. Xo'p, mana akalar. 85 plus ekan, 6 oylik qo'zi akalar. Xudo xolasa 85 ga olishaveradi, Husanboy. 85 ga olishaveradi. Quloqlari nechi dedingiz? Quloqlari 21 asrar. Quloqlari 21. O'lchab olishaveradi. Borgandan keyin o'lchab olishadi. Akalar, haqiqatda arqa tomondan ham quloqlariga e'tibor bersalaring. Quloqlari ham oq, yuzlari ham oq. Juda kelishgan narsa ekan akalar. Tavsiya qilaman zotga. Qiziqadiganlar, o'zim qo'chqor qilib, xudo xolasa buyurlangan qo'shib bolasini olaman deganlar, xudo xolasa aloqaga chiqib qolasizlar. Husanboy ukamiz xudo xolasa bor ma'lumotlarni berib sizlarga yetkazib beradilar. Husanboy, endi buni xo'p, endi Husanboy buni hamma ma'lumotini berib o'tdik deb o'ylayman. Lekin akalar, qo'chqorga o'zim ham ishqiboz bo'ldim. To'g'risi gap, hammamiz xonadonimizda shunaqalarni nasib qilsin. Xo'p, Husanboy, endi buni narxiga kelsak, kelishtirib, yopishtirib aytib berasiz. Kelishtirib aytib berasiz. $1200 dastavkasini yetkazib beramiz. Yo, $1200 Husanboy, lekin qo'chqoringiz arziydi-yu, lekin buni chiroyli qilib o'tib bersangiz, xudo xolasa olishadi akalarimiz, akalar. Toza oq yuz, garbonzlari ham zo'r qo'chqorimizda. Xo'p, Husanboy, buni narxini yo'lida qilib ayting boshqa yerda. Yopishtirib aytaman aka. Aha. $1150 ga yetkazib olib beramiz. $1150 ga dastavkasi bilan yetkazib olib berasiz. Telefon qilsa hamma ma'lumotini beramiz. Telefon qilsa hamma ma'lumotini berasiz. Liniyasigacha, qayerdan kelgan, nima qilgan. Akalar, mana buni hozir to'g'risi gap aytib ketish kerak. Mana Qirg'iziston Brikada, buni chiqayda, pastga tushsalaring ham liboy joyida buni urib bera olmaydi. Faqat buni tamojnida urib beradi akalar. Tamojni o'tgandan keyin mana Qirg'izistonni vajida qo'yib beriladi. Lekin bu Qirg'izistondan xonadondan olingan ekan, o'zimga batafsil ma'lumotini berdilar. Endi xudo xolasa telefon qilsalaring, sizlarga ham batafsil ma'lumotini beradilar. Husanboy, buni $1150 dedingiz, ha? Telefon qilsa, ha, telefon qilsa
so'mda o'tib bermaysiz ama. So'mda o'tib beradi. Xo'p, o'sha laxtagini ham olib qo'ysak, Husanboy. Laxtagini ham olsak, 1100 dollarga chiroyli qilib dastlabki shu yerda o'tib bersangiz, 1100 dollarga chiroyli qilib dastlabkasini yetkazib berasiz. To'g'ri yomon aytmadingiz. Endi videomiz cho'zilib ketmasin, qolgan qo'ylarni ham ma'lumotini beraylik. 1100 dollarga akalar, xudo xolos telefon qilinglar. Chiroyli qilib kelishtirib beradilar. Endi meni yomon ko'rsalar ham mayli. Telefon qilinglar akalar, shoshilinglar. Xudo xolos keyingi partiyamizga ham o'tamiz. Xo'p, akalar, mana ikkinchi partiyamizga ikkinchi qo'chqorimiz. Bu ham juda ideal qo'chqor ekan, ammo juda chorsang a. Akalar qo'yib olmasning sababi qo'yimiz aka mana rosa qiynaganini og'izlari ham ko'pilab ketdi. Juda charchatdi akalar, to'g'risiga quloqlari ham zo'r ekan akalar, xudo xolasa. Dumba razrezlari ham buniki cho'tki. Mana ortiqcha yopilib ketganligi dumbadan emas, tikka dumba. Razrezlari ham zo'r. O'shani sheriga Husanboy. O'shani sheriga ekan. Billa yurgan. O'sha bilan billa yurgan. Tamoyam buni ota-onasi ham, otasi bittami deyman-da buni. Onasi boshqa bo'lsa ham. Xo'p, Husanboy, endi buni ham ma'lumoti. Buni ham yoshi qanaqa? 6 oylik buniki ham. Buniki ham 6 oylik, a? Buniki ham 6 oylik. Xo'p, buni ham bo'y-baslarini o'lchab bersak-a. Endi katta qo'yim, o'sha bitta telefonda chiqadi-da, kichkina qo'yim bitta telefonda chiqadi, akalar. Buni bo'y-basti mana akalar. 90 ga qani qo'lingizni qo'yingchi, necha chiqargan. Buniki mana akalar 89 ga, yana yerdan 89. Buni tamoyam gavdasi narigidan 3-4 sm katta ekan, lekin quloq joylashlari ham bunda ham zo'r, garbonoslar yaxshi. 20 pilis quloq. Quloq 20 pilis buniki. O'lchab olishaveradi. O'lchab olishaveradi borgandan keyin akalar, lekin bu qo'chqorimiz ham ideal narsa ekan, to'shlari ham zo'r. Toza oq yuz. Mana akalar. Qo'ylarimiz, oyoqlari ham zo'r ekan, kastaklari ham zo'r. Xo'p, Husanboy, endi videomiz cho'zilib ketyapti. Xudo xolasa 3-partiyamizga hop sog'liqlarni yaxshilarni olib kelim dedik. Shularni ham chiqarishimiz kerak. Husanboy, buni cho'zmasdan, videoni cho'zmasdan bo'ladigan qilib narxini aytib, buni oldi qochdi qilmasdan aytib beraverasiz Husanboy. Taqalganini qo'yamiz. Taqalganini qo'yamiz, xo'p. 850 dollarga dastlabkasini yetkazib. Bunisini 850 dollarga akalar. Nimagaki mana aka, buni gavdasi nisbatan unga yaxshi-yu, lekin qo'chqor bilan qo'chqorning farqi bor, qo'y bilan qo'yning farqi bo'lganda. Xo'p, bu akalar gavdaga ketadigan qo'y, u faqat zotga ishlaydigan. Bu ham zotga ishlaydi, xudo xolasa, lekin gavdasi katta bo'ladigan, nariga ekstraga boy qo'y. Xo'p, akalar telefon qilaverasizlar, xudo xolasa Husanboy yana kelishtirib beradi. Husanboy, o'shani buni ham 50gini olib tashlaylik, 8 dollarga buni ham dastaga qilib yetkazib berasiz. 8 dollarga. 8 dollarga buni ham yetkazib olib berishadi. Akalar, xudo xolasa, mana aloqaga chiqib ko'rasizlar. Qo'chqorimiz ideal narsa ekan. Xo'p, videomiz yoqib turgan bo'lsa, bittadan like bosib ketishni unutmaysizlar akalar. Xo'p, qo'chqorimiz qo'yib turamiz, sababini aytib o'tdik akalar. Juda chors, bular tinchitmayapti odamni. Xo'p, kelib charchovda ancha chiqib qolgan. O'zlaringiz borgandan keyin ko'rib olasizlar. Qo'yiladi. Xo'p, son 3-partiyamiz, sovliqlarimizni boshlaymizmi? Sovliqlarimizni boshlaymiz. Ketdik, sovliqlarni boshlaymiz. 3-partiyamizni boshlayveramiz, ha? 3-partiyamizni boshlaymiz. 3-partiyamizga Arashan sovliqlarni akalar. Juda ham ideal. Вообще, elitasini Husanboy ukamiz to'p ketdilar, ammo uchalosi ham yaqin bo'g'oz. Xo'p, akalar, qo'ylarimiz lekin haqiqatan odam havas qiladigan narsalar ekan, jonivorlar, oldilari, to'shlarini e'tibor beramiz akalar. Husanboy, bularda bo'g'ozligi qanaqa? Bo'g'oz asrar aka. Xo'p, akalar, qo'ylarimizga chorslik qilyapti, to'g'risi gap. Buni hali qilgani necha sharoitimiz bo'lyapti, sheriklar kelganiga hisobiga akalar. Xudo xolasa qo'ldan kelganicha yoritib beryapmiz. Xo'p, Husanboy, bularning bo'g'ozligi yaqin bo'g'oz dedingiz-a? Ammo deb bergan, bittaga olishaveradi. bittani 2 yaxshi berib berishgan. Qaysi birini 2 yaxshi deb berishgan Husanboy? Mana shuni nima? Haqiqatda akalar o'zi 2 yaxshiga o'xshab turibdi. Qorinlari ham solib ikki tomonga chiqib. Lekin qo'ylar aka, xudo xolasa yaqin bo'g'oz. Bular haliga nima desa bo'ladi? Gumon, boshqa narsa emas. Qo'ylarimiz lekin juda bahaybat ekan qo'ylarimiz ham. Olgan odam ham maza qiladi. Xudo xolasa duo qilib, Husanboy ukamiz duo qilib, xudo xolasa chiroyli qilib boqishadi. Husanboy, bularning yoshi 4-6 asrar aka. 4-6. Xo'p, bu tomonga o'tib to'stiringchi, men ishlarni bir arqa oshlarini ham chiroyli qilib, hurkitmay, chorslik qilyapti akalar, xudo xolasa. Xo'p, mana qo'yimiz 2 yaxshi deb berishgan, ha? 2 yaxshi deb berishgan. Xo'p, siz bittaga berasiz. Siz ham buni garantiyasini berib o'rsangiz, u ertaga borgandan keyin bir yil qo'y, bir yilda ikkita, bir yilda bitta bola beradi-da akalar. Xudo xolasa biz bittaga garantiya berib sotaversin, Husanboy ukamiz ham. Ammo
qo'yiladi. Arqavoshlari ham yopiq dumbalik emas, nimaiki juda tikka dumba ekan. Qo'ylarimizni chorsilik qilyapti akalar. Qorinlar solib, qo'ylarimizni bo'ybastlari ham zo'r ekan. Xudo xolasa rivojdan bularni o'lchab beramiz. Xo'p, akalar, qo'ylarimizni chorsilik qilyapti. Mana shu o'rtada qo'y hammasini yetilib ketib qolyapti. Xo'p, bularni bo'ybastini chiroyli qilib o'lchab beramiz akalar. Xo'p, xom taxminga aytib o'tib ketadigan bo'lsak, xo'p, aytib o'tib ketadigan bo'lsak, yertaga borgandan keyin 1 sm u yoq bu yoq bo'lib qoladigan bo'lsa, to'g'risi gap bir-birlarini o'tirishib qolishlari mumkin. O'shaning uchun bir boshdan bo'ybastlarni ham o'lchab, chiroyli qilib, mana akalar, metrimiz yerdan chiqqaniga pul so'rasizlar akalar mana. 95 ga yaqin ekan akalar. Xudo xolasa, mana qo'ylarimiz uzunligi ham cho'tki, uzunligi ham bir o'lchab bersak, uzunligini ham. Xo'p, uzunligi ham akalar mana 90 plus. Xo'p, so'mi narilardan bitta o'sha bersangiz, ash qo'yimiz juda chorsilik qilyapti akalar. Xo'p, bularni yoshini ham birolar ko'rsatib o'tamiz, o'xsham bu. Tushunmagan odamlarga yaxshilab ushlab turing. Akalar, mana yerdan. Buniki ham qo'lda qo'yadigan bo'lsak, shu akalar 92, 90 plusga olishaverasizlar akalar. Xudo xolasa yoshini ko'rsating shuni. Ay jonivar, o'ta charchagan qo'yimiz. Xo'p, so'mi 4-6 ga olishaveradi qo'yda. 4-6 ga olishaveradi. Xudo xolasa telefon qilsa, video qilib akalar chiroyli qilib tashlab berishadi, Husan ukamiz. Xo'p, Husan boy, bularni ham narxi qanaqa bo'ladi? Dollarda bo'ladimi, so'mdami? Bular so'mda qo'yasiz-a? Ammo akalar, lekin qo'ydi dollarga qo'ysa ham arziydigan qo'ylar, lekin Husan ukamiz so'mga qo'yib beramiz deyapti. Bularning ham quloqlari o'sha 18, 19 shunaqa atrofda. Bunisining po'mayim 20 ham chiqishi mumkin akalar. Lekin Alloh alam buni bittasini o'tkazib olmaymiz. Qo'ylarimiz shoshlik qilyapti. Ikkimiz eplolmayapmiz qo'yni video qilgan, to'g'risi gap. Qo'ldan kelganicha video qilyapmiz. Husan boy, buni narxini aka, ikkovini bitta olsa 40 millionga dastlabkasini yetkazib beradi. 40 millionga ikkovini bitta olishadigan bo'lsa, 40 millionga dastlabki qilib yetkazib berasiz. Xo'p, telefon qilsa, chiroyli qilib, xayrini. Xayriyasini qilib beramiz. Xo'p, o't berganda bir 5-400 ming o't bermaysiz-a? Chiroyli qilib o't berasizmi? Qilib beramiz, telefon qilib. Xo'p, telefon qilinglar akalar, xudo xolasa, chiroyli qilib. Kimdirlar qo'ydi qimmat deyish mumkin, lekin akalar qo'yga tushungan odam oladi buni. Mana akalar oyoq qo'llari uzun, yo'g'on qo'ylarimiz. Xudo xolasa telefon qilasizlar akalar, xudo xolasa shu bilan video syomkalarimizni yakunlaymiz. Akalar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammamiz chorvalarimizga Alloh baraka bersin. Hammalarimiz qo'ramizda shunaqa qo'ylardan mingtalab boqish nasib qilsin akalar.